Energiya chiqib ketishiga sabab bo'ladigan 5 ta teshik. Birinchisi haddan tashqari fikrlash. Neyropsixologlar ichida miya bir kunda 35 mingdan ortiq qaror qabul qiladi degan kuzatuv bor. Har bir kichik qaror nima kiyay, kimga javob yozay, nima qilay, energiyani sarflab boradi. Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, qiyinchilikni emas. Demak, har bir ortiqcha o'y-fikr qalbga og'irlik beradi. Fikr kuchli qurol, ammo nazorat qilinmasa, u o'z egasini tugatadi. Tekshirilmagan hayot yashashga loyiq emas, lekin ortiqcha tekshiruv yashashga imkon bermaydi. Suqrot. Ikkinchisi bu hal qilinmagan his-tuyg'ular. Buzilgan tuyg'u bu fon orqasida doim signal yuborayotgan ilova. Psixolog Goldman. Ichkigina xafagarchilik, hafsala pirligi ong ostida energiyani so'rib tugatadi. Haqiqiy kuchli kishi jangda emas, balki g'azab paytida o'zini ushlagan kishidir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Nafs eng og'ir dushman, lekin biz uni inkor qilib emas, tan olib boshqarishimiz kerak. Ichki notinchlikni yo'qotmasak, tashqi muvaffaqiyat foydasiz. Uchinchisi negativ axborot. Soatiga 50 dan ortiq bildirishnoma, ijtimoiy tarmoqlar orqali miya 100 mingdan ortiq signal oladi. Bu overstimulation deyiladi. Natijada diqqat sustligi sindromi, surunkali charchoq ro'yobga keladi. Axborot yangi zamon qudrati, lekin ortiqcha ma'lumot ongni zombi qiladi. Kim ko'p eshitsa, oz eslaydi. To'rtinchisi uyqu buzilishi, biologik soat sindromi. Uyqu buzilganda melatonin ishlab chiqarilmaydi yoki oz chiqadi. Bu esa regeneratsiyani sekinlashtiradi. Rejimsiz uyqu yurak, miya, ichak va psixikani charchatadi. Tana dam olmaganda ruh ham to'liq ishlamaydi. Ruhiy parvoz uchun bedorlik emas, ongli uyqu kerak. Beshinchisi noto'g'ri nafas. Nafas olish sifati nerv tizimini to'g'ridan-to'g'ri holatini belgilaydi. Tez, sayyoz, og'iz orqali nafas adrenalinni ko'taradi. Stress tizimini faollashtiradi. Yog' qoldiqlarini parchalamaydi. Odam nafas olganda o'zini ichki kuch manbaiga ulanadi. Hafsala past bo'lsa, bir lahza chuqur nafas olish fikrni yangilab olishdir. Energiya bu havo emas. U sizning fikringiz, nafasingiz, his-tuyg'ularingiz, e'tiboringiz va niyatingiz orqali chiqadi. Har bir teshikni yoping va quvvat o'zi qaytib keladi. Omad yor bo'lsin.